Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Instagramni qanchadan qancha odamlarga yordam berayotganinglarni ko'rib, Allohdan shunaqa bir mukofotlar bo'lsin sizlarga deb so'rayman deb duo qilaman. To'g'risi betimni shilib tashlab hozir sizlarga murojaat qilmoqchiman. Endi yaqin do'stim, undan ham burun 3 yashar bolasida qo'lingda bo'lsa dunyoyingni sochib olasan bolaga-yu, ko'zingni oldida so'nib borayotganini ko'rsang yuraging orqaga tortadi. Xullas, shu bolaga yordam kerak. Yuraginglar xijil bo'lmasligi uchun o'zimni kartamni qo'yaman. Faqat iltimos negativ narsalar yozmasdan qo'lingizdan kelsa yordam bersanglar. 4,000 mi 5,000 dollar pul kerak ekan, shuni kimyasiga. Ko'pchilik uchun hech narsa emas bu narsa. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin.